6-asr. O'rta Yer dengizi qatin, bu qon va olov, va olov maydoni. Aka-uka Oruj va Xayriddin. Ularni Yevropa qaroqchilar deb atardi, ammo islom olami uchun ular xaloskorlar va dengiz bo'rilari edi. Ularning maqsadi Jo'chi O'rta Yer dengizini Usmonli ko'liga aylantirish. Ular Tunis va Jazoirni egallab, Tezlik va kutilmagan zarba ham bu ularning taktikasi edi. Ularning yengil kemalari og'ir ispan galyonlari uchun tutqich bermas dushmanga aylandi. 1538-yil. Preveza jangi. Xayriddin Barbarossa butun Yevropa birlashgan flotga Usmonli to'plarining ovozi O'rta Yer dengizini titratdi. Preveza g'alabasi Usmonli imperiyasining dengiz Yevropa birlashgan floti parchalab tashlandi. Ularning faxri bo'lgan ulkan galyonlar endi yonayotgan xarobalarga aylangan edi. Xayriddin Barbarossa Fani Kaputani Derya. U o'zidan so'ng yengilmas flot va qudratli imperiya merosini qoldirdi.